Assalomu alaykum. Aziz opa-singillar, hurmatli pensioner ayollar va ularning farzandlari. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensioner ayollar uchun pensiya hisobida ko'pchilik bilmay yurgan. Lekin oilaga real pul olib kirishi mumkin bo'lgan yangi tartib va amaliy imkoniyatlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot ayniqsa farzand tarbiyalagan, mehnat daftarchasida uzilish bo'lgan, eski ish joylari yopilib ketgan, hujjatlari to'liq emas deb o'ylab yurgan ayollar uchun nihoyatda muhim. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta yetishmayotgan hujjat sababli ayol kishi yillar davomida kamroq pensiya olib kelgan bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu xabarni onangizga, opangizga, qo'shningizga, mahallangizdagi pensioner ayollarga yetkazing. Chunki ko'p ayollar meniki endi o'zgarmaydi deb yuradi. Aslida esa tekshirtirishga arziydigan holatlar juda ko'p. Men eng avval masalaning ildizini oddiy tilda tushuntiraman. Ko'p ayollar hayoti davomida faqat bitta joyda uzluksiz ishlamagan. Kimdir farzand tug'ib bolaga qaragan, kimdir turmush o'rtog'i bilan boshqa tumanga ko'chgan, kimdir maktabda, bog'chada, shifoxonada ishlagan, keyin bolalari sabab uyda qolgan. Kimdir kolxoz, sovxoz, fabrika, tikuv seksi, savdo tashkiloti yoki boshqa korxonada ishlagan, lekin o'sha joylar allaqachon yopilib ketgan. Natijada pensiya tayinlanayotganda staj to'liq ko'rinmay qolgan. Ish haqi bo'yicha ma'lumot topilmagan yoki bolaga qarash davri hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Oldin ko'pchilik ayollarga shunday deyilgan. Mehnat daftarchangizda yozuv yo'q ekan, demak staj yo'q yoki arxiv ma'lumoti topilmasa hisobga olmaymiz yoki siz allaqachon pensiyaga chiqqansiz, endi kech bo'ldi. Mana shu gaplar sabab juda ko'p ayollar hujjat yig'ishdan voz kechgan. Hozir esa amaliyotda muhim o'zgarish shuki, pensiya huquqini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar topilsa, bolaga parvarish davri ish staji, ish haqi haqidagi ma'lumotlar aniqlansa, pensioner ayol pensiyasini qayta ko'rib chiqish uchun murojaat qilishi mumkin. Bu hammaning pensiyasi avtomatik oshadi degani emas. Lekin bu tekshirtirsangiz, sizda oshish ehtimoli bor degani. Eng muhim joyi, ayollar farzand tarbiyasi sabab ish faoliyatida uzilish qilgan bo'lsa, ayrim davrlar stataj sifatida inobatga olinishi mumkin. Shuningdek, eski hujjatlar, arxiv ma'lumotlari, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh sabab familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Ko'p ayol aynan shu hujjatlarni yetkazmagan, natijada pensiya hisobida staj kam chiqqan. Men bu yangilikni oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, ayol kishi 25 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda tizimda faqat 19 yil ko'ringan. Sababi 5 yil ishlagan korxona yopilgan. 2 yil esa bolaga qaragan davr hujjat bilan tasdiqlanmagan. Natijada unga pensiya 19 yil staj bilan hisoblangan. Agar keyin arxivdan ma'lumot topilsa, bolalarining tug'ilganlik guvohnomasi va parvarish davrini tasdiqlovchi hujjatlar tartibga keltirilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu esa oylik pensiya miqdorida farq berish ehtimoli bor. Nega? Men buni barcha ayollarga yetkazish kerak deyapman. Chunki ayollar ko'pincha o'z haqini oxirigacha talab qilmaydi. Mayli, shu ham yetadi. Davlatdan so'rab yurmayman. Hujjat topilmasa kerak. Pensiya jamg'armasiga borsam baribir qaytaradi deb o'ylaydi. Lekin pensiya bu sadaqa emas, bu insonning yillar davomida qilgan mehnati va qonuniy huquqi. Agar ayolning staji bor bo'lsa, agar farzand tarbiyasi bilan bog'liq davr qonun bo'yicha hisobga olinadigan bo'lsa, agar eski ish haqi ma'lumoti pensiyani yaxshiroq hisoblashga yordam bersa, bular albatta tekshirilishi kerak. Birinchi navbatda. 2 yoki undan ortiq farzand tarbiyalagan pensioner ayollar e'tibor bersin. Ayniqsa bolalar tug'ilgan paytda ishlamagan yoki ish joyidan vaqtincha chiqqan bo'lsa, o'sha davr pensiya stajiga qanday kiritilganini tekshirtirish kerak. Ba'zan ayolning mehnat daftarchasida bo'shagan degan yozuv turadi. Keyingi ishga kirgan sanasi esa bir necha yildan keyin. Pensiya tayinlanganda shu oraliq butunlay bo'sh qolgan bo'lishi mumkin. Lekin bolaga qarash davri hujjatlar bilan tasdiqlansa, u ma'lum tartibda inobatga olinishi mumkin. Ikkinchi guruh mehnat daftarchasida eski korxona nomlari bor, lekin muhr xira yozuv noto'g'ri. Sana tushunarsiz yoki imzo yo'q ayollar. Masalan, 1994 yildan 1990 yilgacha tikuv fabrikasida ishlaganman deydi. Lekin daftarchada korxona nomi qisqartma bilan yozilgan. Pensiya tayinlanganda bu davr to'liq olinmagan bo'lishi mumkin.
Bunday holatda arxiv ma'lumoti juda muhim. 3-guruh familiyasi bir necha marta o'zgargan ayollar. Qiz familiyasi bilan ishlagan, keyin turmushga chiqqan. Keyin ba'zan hujjatlar yangilangan. Mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya, bolalaring tug'ilganlik guvohnomasida yana boshqa yozuv bo'lsa, pensiya tizimida ayrim davrlar bog'lanmay qolishi mumkin. Buning yechimi bor. Nikoh guvohnomasi, FHDYO ma'lumotnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar orqali shaxs bir xil ekanini isbotlash mumkin. 4-guruh pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan ayollar. Ko'p opa-singillar pensiyaga chiqqach ham maktabda farrosh, bog'chada enaga, bozorda sotuvchi, poliklinikada hamshira, xususiy korxonada ishchi bo'lib ishlashda davom etgan. Bu davrlar ijtimoiy soliq va rasmiy ish asosida bo'lgan bo'lsa, pensiya qayta hisobida muhim bo'lishi mumkin. Har kimning holati alohida tekshiriladi, lekin men pensiyadaman, keyingi ishim hech narsaga ta'sir qilmaydi deb o'ylash har doim ham to'g'ri emas. 5-guruh pensiyasi juda kam chiqqan, lekin o'zi ancha yil ishlaganini biladigan ayollar. Agar ayol men 30 yil ishlaganman, lekin pensiyam juda past desa, bu yerda tekshirish kerak bo'lgan narsa bor. Balki ish haqi eng past davrlar bo'yicha olingan, balki yuqori maosh olgan yillari hujjatga kirmagan, balki stajning bir qismi tasdiqlanmagan. Endi men bir nechta misol keltiraman. Birinchi misol. Gulbahor opa 3 nafar farzand tarbiyalagan. U 1989 yildan 1986 yilgacha maktabda laborant bo'lib ishlagan, keyin farzandlari kichik bo'lgani uchun uyda qolgan. 1992 yilda yana ishga chiqqan. Pensiyaga chiqqanda unga 19 yil staj hisoblangan. Qiz hujjatlarini tekshirib ko'rsa, 1996-1992 yillar oralig'i butunlay bo'sh turgan. Lekin shu davrda 2 nafar kichik farzandi bo'lgan. Tug'ilganlik guvohnomalari, oilaviy holat ma'lumotlari, eski ish joyidan bo'shash sanasi va keyingi ishga kirish sanasi asosida parvarish davri bo'yicha murojaat qilinadi. Natijada pensiya ishi qayta ko'riladi. Har bir holatda natija bir xil bo'lmaydi. Lekin aynan shunday uzilishlar tekshirilmasa, ayol o'z haqidan bexabar qoladi. Ikkinchi misol, Saodat opa sovxozda sut sog'uvchi bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida 1992-1999 yillar yozilgan, lekin muhr o'qilmaydi. Pensiya tayinlanganda bu davrning faqat 3 yili qabul qilingan. Farzandi tuman arxiviga so'rov beradi. Arxivdan falon yillarda falon xo'jalikda ishlagan, ish haqi ro'yxatlarida bor degan ma'lumotnoma olinadi. Shu ma'lumot bilan pensiya jamg'armasiga ariza beriladi. Agar bu davr qonuniy tasdiqlansa, staj oshadi. Ayrim hollarda pensiya miqdori ham oshishi mumkin. 3-misol. Muhabbat opa pensiyaga chiqqach ham 6 yil bog'chada enaga bo'lib ishlagan. U pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganim hisoblanmaydi deb o'ylagan. Lekin ish rasmiy bo'lgan, ish haqi to'langan, tegishli ajratmalar ketgan. Bunday holatda u o'z pensiya ishini tekshirtirish kerak. Hamma holatda darhol katta qo'shimcha bo'ladi deb va'da bermayman. Lekin pensiya qayta hisobida rasmiy ma'lumotlar bor yo'qligi albatta tekshiriladi. 4-misol. Dilbar opa 4 farzandning onasi. U qiz familiyasi bilan 10 yil fabrikada ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasi o'zgargan. Pensiya tayinlanganda eski ish joyi bo'yicha ma'lumotlar topilgan. Lekin shaxsni bog'lashda muammo bo'lgan. Chunki mehnat daftarchasida qiz familiyasi, pasportda erning familiyasi. Bunday vaziyatda nikoh guvohnomasi yoki FHDYOdan familiya o'zgargani haqida ma'lumotnoma olib borilsa, hujjatlar bir-biriga ulanadi. Ba'zan oddiy bitta ma'lumotnoma butun bir necha yillik stajni tasdiqlab beradi. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkinligini ham aytaman. Agar siz pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron bazada ko'ringan bo'lsa, mehnat daftarchangiz to'liq kiritilgan bo'lsa, bolalar bo'yicha hujjatlar topshirilgan bo'lsa, pensiya hisob kitobi sizga tushuntirilgan bo'lsa, unda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir pensiya ishingizdagi staj yillari va hisobga olingan maosh davrlarini bir marta ko'rib chiqish zarar qilmaydi. Agar siz umuman rasmiy ishlamagan bo'lsangiz, faqat uy ro'zg'or bilan shug'ullangan bo'lsangiz, bolaga qarash davrining o'zi pensiyani katta miqdorda oshirib yuboradi deb kutmaslik kerak. Pensiya hisobida asosiy omillar baribir staj, rasmiy ish, to'langan ajratmalar, ish haqi va qonunda belgilangan shartlardir. Shuning uchun har bir gapni to'g'ri tushunaylik. Bu imkoniyat hammaga bir xil pul beradi degani emas, balki hujjati to'liq kiritilmagan ayollar uchun adolatni tiklash imkoniyatidir.
Agar sizning pensiyangiz minimal miqdorda bo'lsa ham, staj yetarli bo'lmasa, albatta tuman pensiya jamg'armasidan hisob kitobni tushuntirib berishni so'rang. Chunki ba'zan odam menda staj yo'q deb o'ylaydi, lekin arxivda staj chiqadi. Ba'zan esa aksincha mening pensiyam oshishi kerak deb o'ylaydi, lekin qonuniy asos yetmaydi. Muhimi taxmin bilan emas, hujjat bilan gaplashish kerak. Bu mavzuda eng ko'p uchraydigan xatolardan biri. Ayollar farzandim bor, demak pensiyam avtomatik oshadi deb o'ylaydi. Yo'q, avtomatik oshish uchun ham tizimda ma'lumot bo'lishi, hujjat bog'lanishi va qonuniy shartlar bajarilishi kerak. Farzand tug'ilganlik guvohnomasi borligi alohida, aynan qaysi davrda ona ishlamagan yoki parvarish qilgan davr qanday tasdiqlanishi alohida masala. Ikkinchi nozik joy. Bolaga qarash davri stajga kiritilishi mumkin bo'lgan holatlar ham chegarasiz emas. Ya'ni 5 nafar farzand bo'lsa, har biriga alohida 3 yildan qo'shilib cheksiz staj bo'lib ketadi deb tushunmaslik kerak. Qonunda bunday davrlar uchun aniq tartib va chegaralar mavjud. Shu sababli qo'shnimga 6 yil qo'shishibdi, menga ham 12 yil qo'shishadi deb oldindan xulosa chiqarmang. Har bir insonning pensiya ishi alohida ko'riladi. Uchinchi nozik joy arxiv ma'lumotnomasi sifati. Ba'zan arxiv ishlagan deb umumiy yozadi, lekin aniq sana, lavozim, buyruq raqami, ish haqi ro'yxati bo'lmaydi. Pensiya organi esa aniq hujjat talab qilishi mumkin. Shuning uchun arxivga so'rov berganda ishlagan davrim, lavozimim, ishga qabul qilingan va bo'shagan sanalar, imkon bo'lsa ish haqi bo'yicha ma'lumot deb aniq yozish kerak. Noto'g'ri so'rov yuborilsa-da javob ham noaniq keladi. 4-nozik joy xususiy korxonalar. Ko'p ayollar 1990-yillar va 2000-yillar boshida xususiy sexlarda ishlagan. Agar ish rasmiylashtirilmagan bo'lsa, buyruq bo'lmasa, ya'ni shartnoma bo'lmasa, buyruq bo'lmasa, ish haqi ro'yxati bo'lmasa, ijtimoiy ajratma bo'lmasa, uni pensiya staji sifatida tasdiqlash qiyin bo'ladi. Men haqiqatda ishlaganman, hamma biladi degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Hujjat kerak. Ba'zi holatlarda sud orqali faktni tasdiqlash masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin bu alohida murakkab yo'l. 5-nozik joy. Pensiya qayta hisoblangan taqdirda ham pul qaysi sandan to'lanishi masalasi. Odamlar ko'pincha agar 10 yil oldin kam hisoblangan bo'lsa, menga 10 yillik farqni berishadi deb o'ylaydi. Amalda esa qayta hisoblash va qo'shimcha to'lovlar masalasi murojaat sanasi, hujjat qachon taqdim etilgani, xato kim tomonidan qilinganligi va amaldagi tartibga qarab belgilanadi. Shuning uchun hujjatni bugun topib, ertaga murojaat qilishni cho'zmaslik kerak. Kechiktirilgan har oy siz uchun yo'qotilgan imkoniyat bo'lishi mumkin. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Uyda mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi, pasport yoki ID karta, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar, eski ish joylaridan qolgan ma'lumotnomalar, buyruq nusxalari, harbiy shaharcha yoki boshqa joyga ko'chgan bo'lsangiz, yashash joyi bo'yicha eski ma'lumotlar bormi? Hammasini bitta papkaga yig'ing. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvni alohida tekshiring. Qaysi sanada ishga kirgansiz, qaysi sanada bo'shagansiz? Korxona nomi to'liq yozilganmi? Muhr bormi? Imzo bormi? Sana o'qiladimi? Agar biror joy shubhali bo'lsa, o'sha korxona hozir mavjudmi? Nomi o'zgarganmi? Arxivga topshirilganmi? Shuni aniqlang. Korxona yo'q bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilish kerak bo'ladi. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Murojaat qilganda umumiy gapirmang. Pensiyamni oshirib bering deyish yetarli emas. Aniq yozing. Mening pensiya ishimda falon yillardagi ish stajim, farzand parvarishi davrim, familiya o'zgarishi sabab bog'lanmagan hujjatlarim yoki ish haqi ma'lumotlarim qayta ko'rib chiqilishini so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlasangiz yaxshi. Bittasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirasiz. 4-qadam, arxivga to'g'ri so'rov bering. So'rovda o'zingizning hozirgi familiyangizni ham, qiz familiyangizni ham yozing. Tug'ilgan sanangizni, taxminiy ishlagan yillaringizni, korxona nomini, lavozimingizni, korxona qaysi tumanda bo'lganini ko'rsating. Agar 1960-yillarda ishlaganman deb yozsangiz, arxiv topishi qiyin. 1963-yil sentyabrdan 1969-yil iyungacha falon tikuv fabrikasida tikuvchi bo'lib ishlaganman deb yozsangiz, javob aniqroq bo'ladi. 5-qadam, farzandlar bo'yicha hujjatlarni tayyorlang.
har bir farzandning tug'ilganlik guvohnomasi nusxasi agar familiya farqi bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki FHDYodan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Farzandingiz boshqa familiyada bo'lsa. Bu mening farzandim degan bog'lanish hujjat orqali ko'rinishi kerak. Ko'p ayollarda aynan shu joyda muammo chiqadi. Ona pasportida bir familiya, farzand guvohnomasida boshqa familiya, nikoh hujjati esa yo'qolgan. Bunday holatda FHDY organiga murojaat qilib dublikat yoki ma'lumotnoma olish mumkin. 6-qadam, agar pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchidan yoki elektron tizimlardan ma'lumot oling. Ish shartnomasi bo'lganmi? Ish haqi to'langanmi? Ajratmalar ketganmi? Bularni aniqlang. Agar tashkilot mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limidan ish davringiz haqida ma'lumotnoma so'rang. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, arxiv yoki soliq organlari orqali izlash kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam, javobni kuting va yozma javob talab qiling. Og'zaki bo'lmaydi degan javob bilan qaytmang. Agar siz hujjat topshirsangiz, arizangizga yozma javob berilishi kerak. Yozma javobda nega qabul qilinmagani, qaysi hujjat yetishmayotgani, qaysi qonuniy asosga ko'ra rad etilgani ko'rsatiladi. Ana shundan keyin kamchilikni to'ldirish yoki yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilish mumkin. Agar sizga staj hisobga olinmaydi deyishsa, darhol tushkunlikka tushmang. Darhol tushkunlikka tushmang. Birinchi navbatda rad javobini yozma shaklida oling. Keyin unda ko'rsatilgan sababni o'qing. Masalan, hujjatda sana yo'q deyilgan bo'lsa, arxivdan to'liqroq ma'lumot olish kerak. Familiya mos emas deyilgan bo'lsa, FHDY hujjati kerak. Korxona ma'lumoti tasdiqlanmagan deyilgan bo'lsa, qo'shimcha arxiv yoki sud tartibida faktni aniqlash masalasini o'ylash mumkin. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, bepul huquqiy maslahat markazlari, mahalla, tuman adliya bo'limi yoki yuristga murojaat qiling. Ayniqsa katta staj yillari gap ketayotgan bo'lsa, 5 yil, 7 yil, 10 yil ish davri hisobga olinmay qolgan bo'lsa, buni shunchaki tashlab qo'ymaslik kerak. Chunki bir necha yil staj ba'zan pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Men alohida ta'kidlayman, hech kimga pul berib hal qilib beraman deganlarga ishonmang. Pensiya masalasi hujjat. Qonun va rasmiy ariza orqali hal qilinadi. Agar kimdir menga pasportingizni bering, men tanish orqali oshirib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Hujjatlaringizni begona odamga topshirmang. Ariza va so'rovlarni o'zingiz yoki ishonchli farzandingiz orqali rasmiy tartibda qiling. Bu videoni ko'rayotgan farzandlarga ham aytmoqchiman, onangizning pensiya hujjatlarini bir marta ko'rib chiqing. Ko'p onalar davlat idorasiga borishga uyaladi, tushunmaydi, navbatda turishga qiynaladi. Siz esa yoshroqsiz, internetdan foydalanasiz, arxivga so'rov yozishni bilasiz. Onangiz 30 yil mehnat qilgan bo'lsa, bolalarni katta qilgan bo'lsa, uning huquqini tekshartirish siz uchun ham savob, ham farzandlik burchidir. Onangizdan shunchaki pensiyangiz qanchacha deb so'ramang. Pensiyangiz qanday hisoblangan? Necha yil staj olingan? Qaysi yillar kiritilmagan? Bolalar bo'yicha davrlar hisobga olinganmi deb so'rang. Agar u bilmasa, pensiya jamg'armasidan izoh so'rash mumkin. Odam o'z huquqini bilmasa, ko'pincha kamga rozi bo'lib yuraveradi. Aziz opa-singillar, bugungi asosiy gap shuki, pensioner ayollar uchun muhim imkoniyat bor. Agar sizning ish stajingiz to'liq kiritilmagan bo'lsa, bolaga parvarish davri hisobga olinmagan bo'lsa, eski korxona hujjatlari topilmagan bo'lsa, familiya o'zgarishi sabab ma'lumotlar bog'lanmagan bo'lsa, yoki pensiyaga chiqqandan keyingi rasmiy ishingiz tekshirilmagan bo'lsa, pensiya ishingizni qayta ko'rib chiqishni so'rashga haqlisiz. Bu hammaning pensiyasi birdan oshadi degani emas, lekin ko'p ayollar uchun real tekshartirish kerak bo'lgan masala. Bugun uyga borgach yoki o'zaro hujjatlaringizni bitta joyga yig'ing. Pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, arxiv ma'lumotlari. Keyin tuman pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Arizani yozma topshiring, javobni yozma oling. Agar hujjat yetishmasa, arxiv va FHDY orqali tiklashga harakat qiling. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Sizda nechta farzand bor? Pensiyangiz hisobida staj bo'yicha muammo bo'lganmi? Arxivdan hujjat olganmisiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va eng muhimi, bu videoni pensioner onalar, opalar, xolalar va qo'shnilarga yuboring. Bitta yuborilgan video bir ayolning pensiya huquqini tiklashiga sabab bo'lishi mumkin.